Dadisi, bu öyning ishi ya tugamagan. Ish qog'ozir namratlashib ketayotgan odam. Bu jilitgina yanchiq yirtilibdi. Bir tal tugumisimi tushib qopdi, qarasam mana. Qadvatmisam bo'lmag'idek. Yana qo'noq aqlimsam bo'lmagan. Xotin, nimaga qo'xshaysizlar? Bir-birlab qilsak bu ishlarmi tugab qolar. Voysg'ongan namoratlikdan qutulib qoladigan ish bo'lamdi. Qiziqda. Kim? Kiring. Assalomu alaykum, tag'a hada, yaxshi turdinglarmi? Sizlar bilan bir ishni maslahatlashay deb kelishdim. Ay tursin muallim, bolamizning ishiga avar bo'lib yana kepsiz-da. Kelish maqsadingizni bildim, muallim. Qizimiz Aychehrani to'liq o'tir maktabda o'qitib, ondan kadr qilsanglar, holinglardan yaxshi xabar oladi demoqchi-ku deyman. Ha? To'g'ri deysiz, tag'a. Muallim, yana beka avar bo'psiz. O'tganda maktab mudirimi kelgan, rad qilib yo'lga sep qo'ygan edi. Qizimni davomli o'qitqim yo'q. Qiz bo'lib o'qib nima qiladi? Hech foydasi yo'q. Qarang ukam, qizim o'qib kadr bo'lib, bizning holimizdan xabar olmasimi? Yaratgan Alloh o'z rizqimizni berdi. Buningda siz asirmang. Bo'ldi. O'qitmaymiz. Undaq demanglar, tag'a. Men qarang muallim, qizimiz texi endi to'liq sizni kutadi. U oliy maktabni bitirib, xizmat tepib, bizni baqqidek bo'lguncha putimiz bo'laydi-da, ha? Aytursin muallim. Bo'ldi, avar bo'lmang. Bizga nasihat qilaman debmi, vaqtimizni isrof qilmang. Qizimizni endi biz maktabda o'qitmaymiz. Tag'a hada, qaranglar. Bu Ayjiklarning imtihon qog'ozi. Qizinglarning o'rganish natijasi yaxshi. Kelgusida cho'qim yaramli qadam bo'lalaydi. Voy, uka, ma'limizda tuzukroq o'qimagan qizlarni agi tegib o'ylarini guldek tutib ketyapman-da. Hada, bilamsiz, hozir degan bilim uchur davri. Jamiyat ushqandak taraqqiy qilyapti. Biz hammamiz davomli o'rgansak, safoyimizni yuqori ko'tarmasak, davr taraqqiyotiga moslashamay, jamiyat tarafidan shamlanib ketamiz. Bundaq joylik qilmasangiz qanday? Ma'qulamdi. Siz undaq degan bilan bizman mana maktab yuzi ko'rmagan. Maktab qarsini ko'rmay turib, shu zamonda bir o'pdan yomon emas yashayapmiz-ku mana. Qizimizni yelimay xili o'qitdik. To'liq sizni putadi, to'liq o'tirib o'qitdik. Hojat yo'q. Bo'ldi, bas endi asta agitib o'qitdik. Shundaq, hadingiz to'g'ri deydi. Ko'nila qiz bol erdi yaxshi, bo'lmasa yerdi yaxshi debdikan. Qiz bol o'q, nega bordi deysiz ukam? Elimi jiq o'qidi. Bo'ldi, o'qitmaymiz. O'qimaydi. Tag'a, hada. Unda qilmanglar. Ajiklarning o'qishi nihoyat yaxshi. To'liq o'tir maktabda o'qib, oliy maktabga imtihon bersa, oldin qatorda o'talaydi. Uning ustiga ajiklarning kelgusida o'qituvchi bo'lish orzusi bor. Navoda ajiklar o'qituvchi bo'lib qolsa, Namrat chat bu kentimiz uchun ko'p to'plarni qo'sha oladiganiga ishonchim bor. Hozir Abnum rayon nayimizdan to'liq o'tirib, muvaffaqiyat qo'yay. Qani ustib qo'yay. Bo'ldi, ukam. Men pul bersimi qizimni o'qitmayman. Siz to'la avar bo'lmay, ishingizga berg'a. Hargiz o'qitmayman qizimni. Shuni deyman. Har qancha o'qisaqmi qiz bola baribir talaning odami. Muallim ukam endi avar bo'lmang, ha? Bo'ldi. Undaq bo'lsa men hozircha qaytib turay. Men yana kelaman. Iskinglar obdara o'ylab yiqinglar. Ajiklarni o'qitmasanglar, menga pushaymonda qolasizlar. Xo'shamsa? Xo'sh. Pushaymonda qolsak bu xil bilan munosabati bordi. Hammasi o'qitmasang bo'lmaydi. O'qitsan debla balo qoldik-ku. Shuni deyman-la, ishning to'laligida beshimizni aylantirib, qanday degan gap? Ya Allah. Voy, xitoz bir damdil ziyon qildi bu nima? Qo'sig'im mujib og'rib ketdi. Ya Allah, ne bo'lganlar endi? Voy, qo'sig'im ajab og'irdi. Voy. Chaqirsak kelib ko'rib boqsinmi, ya? Dadisi. Chaqiraymi? Nima deydigansan? Bu umrimda doktorni ko'rib boqmagan odam endi gunoh bo'ladigan ishni qilamdim. Menlar tez Qosim bo'lamni chaqirib kelinglar, menga durti o'qsin. Tez bo'lmaydi deyman. O'tganda men og'rib qolganda u mollamni chaqirib menga durt o'qitgandilar. Durtni boshlamay lo'shimdan kelsan, oxiratga tayyorlik qilinglar deb ketib qoldi-ku ana. Agar qizimizdan vaqtida doktorni chaqirib kelib, jiddiy qutqizmagan bo'lsa, bu kamga go'rimni kirib ketib qoladi. Dada!
Men bo'ldim. Dada, esining ig'irlik turdi. Apa, dadam darhol yezlikni hasaplaydi. G'afillik qilishma. Jon Allohning qo'lida, bandaning qo'lidan nima kelatdi? Voy jon, voy qo'zg'ab men bo'lganda. Tez bo'linglar, hozir bo'lam chaqirib kelinglar. Voy. Ya, dada sen degan o qasim oldan boshqalarni durib o'qisa qaytman deb necha odamning jiniga zaman bo'pti. Ko'pchilik sabr qilinglar. Xudo mening duo tilovatlarim bilan uningga jannatdan o'rin berdi. O odam hamiyat taqsizlik qilib boshqalarning pul mollarini aldab elib nurg'un odamga ziyonkashlik qilibdi. Ansam tunaga saqchilar tutib ketibdi. Saqchi bandam, men degan bir mo'min banda, meni qo'ymasangiz. Dada, undaq jahillik qilma. Kasal bo'lganda cho'qim doktorga ko'rinib davolash kerak. Undaq asabiy unsurlarning duo tilovatlari kesilib saqaytamayli qolmay, men yig'ilishdi Duo tilovatni qilg'izmidim. Doktorxonaga bormayman. Rizqim to'shqan o'xshaydi. Yo'q dada, hamma odamning taqdiri o'zining qo'lida. Doktorxonaga boraylik. Ya, Dada, sen nimani bilading? Ha? Voy-cha. Voy, qo'zg'im baylim o'chib og'riyapti. Ana hozir chaqirib kelay. To'xta, borma, chaqirma. Voy-jon, voy qo'zg'im. Borma. U bormisan? Saqaydi undaq jahillik qilmislar, turslar doktorxonaga boraylik. Bo'ldi. Jinim chiqib ketirgan ish bo'lsa bu doktorxonaga hargiz bormayman. Doktor tez bo'ling, dadamga nima bo'pti? Naringiz og'riyapti, qani qaya. Bo'ldi, chatingiz bo'lmasin. Voy-jon. Voy. O'ng bekini og'riyotgandek qildi. Aytganda nima yegandilar? Azroq tavuz yegan, tavuz ziyon qildimi nima? Ahvoldan qaraganda jiddiy xarakterlik, so'qircha yallig'i bo'lgan bo'lishi mumkin. Darhol noylik doktorxonaga yotganlar. Ya, rizqim to'shmagan bo'lsa o'lmasman. Men doktorxonaga bormayman. Agar doktorxonaga bormasangiz, hayotingizga xavf yetadi. Vaqtni o'tkazib o'tmayli. Qo'psizlar. Yo'q, jinim musha chiqdi ish bo'lsa doktorxonaga bormayman. Qanday qilamiz? Hozirgacha bir yerim og'rib qoldi degan odam emas-ku bu. Qo'psizlar, jahillik qilmisizlar. Kes bering. Ikki putim go'rga singilgan odamman. Endi bo'lganda bir a'zoyingni kesib qo'yibmiz biz qanday bo'lgani. Bu dunyoga hamma a'zoyim bilan sog' ketay. Sizlardan u dunyo rozi bo'lay, meni rozi bo'lsin desanglar doktorxonaga bormanglar. Ko'pchilik shuncha valo nasihat qilgan bo'lsa-mu, avut johillik qilib doktorxonaga borg'ili unamadi. Ay Chehra. Muallim. Muallim, yana yo'qlab kelganinizga rahmat, muallim. Menda qo'rqyapman. Yig'lamang qizim, yig'lamang. Biz bor, sabr qiling. Muallim, nemizga bundoq bo'ladi? Ay Chehra, ko'nglingizni yerim qilmang. Hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi. Muallim, ota-onam nima deganlarda? Dadam jiddiy xarakterlik so'qiricha yolg'i bo'lib, jahillik qilib doktorxonaga berib operatsiya qildirg'ili unamay, uyda tugab ketdi. Anam riddatga chidamay kasal tortib mangulik ko'z yumdi. Ularni hayotiga to'g'rimi ichidaman. O'qituvchi bo'lish suhbatim bilan mas'uliyatimni yaxshi ado qilyapman. Besingizga kun kelganda ota-onangizga xizmatni yaxshi ishlayapman. Meni kechiring qizim, meni kechiring. Undaq demang muallim. Hammaga dadam bir umr xurofotlik ideyasi ichida yashab keldi. Xurofotlik nadonlik oxirida uning va onamning beshiga chiqdi. Hozir atrofimizda yana ba'zi kishilar xurofot ideyasining ta'sirida qaymoqib oldinib yuryapti. Ularga to'limi ichidaman. Muallim, men nadonlik xurofotlikdan qutulgandila ondan taqdirni o'zgarib kelib oldiganligini uchun qurtulib yetdim. Yurtimizdagilarni nadonlikdan qutuldirish uchun ma'rifni ching tutish kerak ekan. Bu birdan bir muhim chora ekan. Men to'liq o'rta maktabda ham oliy maktabda o'qib, yurtimga qaytib kelib, nadonlarning diliga ilm nuri chachadigan ma'rifat qiz bo'laymikin deyman. Men chuqur yurtdoshlarni nadonlikdan qutqizaman. Oilamizdagi tragediyaning qayta yuz berishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Nihoyatda to'g'ri o'ylabsiz. Partiya, hukumat bor, biz bor,
Sizning orzuyingiz cho'qim amalga oshadi. Men barliq kuchim bilan sizni qo'llayman. Bundan keyin bizning uyda